Ma'lumotlarga qaraganda 3 va 4-sinf o'quvchilari Prezident va Al-Xorazmiy maktablariga o'qishga kirish uchun har bir fandan jami 150 ga yaqin mavzuni o'zlashtirish kerak. Mana shu kungacha o'quvchilarni va balki o'qituvchilarni ham qiynab kelayotgan muammo mavzularni o'tib bo'lgandan so'ng shu mavzularni mustahkamlash uchun testlarni topish osonmasligi edi. Biz esa mana shu muammoga yechim beramiz. Men senga necha marta aytganman, bara kitob ko'r, kitob orqasidan ko'rmaydi test javobini. Ko'rmanglar umuman, kerak emas. O'zingizni qiynamang. Qayiq ilovasidan foydalaning. Ilovaga o'quvchi Prezident maktabi, Al-Xorazmiy maktabi va ixtisoslashtirilgan maktablarga o'qishga kirish uchun matematika va ingliz tili fanidan nechta mavzuni o'zlashtirish kerak bo'lsa, har bitta mavzu uchun alohida testlar tuzib joylangan. Qulay tarafi, har bir mavzu qanday o'zlashtirilayotgani statistika bo'limida yaqqol ko'rinib turadi. Va barcha kutgan yangilik Qayiq ilovasiga barcha maxsus maktablar uchun mock imtihon topshirib, to'plagan balingiz orqali o'tgan yili Prezident maktabi va Al-Xorazmiy maktabiga kira olarmidingiz yoki yo'q? Mana shuni aniqlash imkoniyati qo'shildi. Hozirgi paytda ilovadagi dastlabki testlar va mock imtihonlarni bepul topshirib ko'rish imkoniyati mavjud. Qayiq ilovasini Play Marketdan hoziroq yuklab oling.